Hey Wilman erkak! Bitta taruz yeyman degandim, shuni ham shom etdingiz. Garangmisiz siz a? Bir xotinjon kuchuk bo'lay agar qo'limdan bilmasdan tushib ketdi. Yo'q bo'lingda. Bor boshqa taruz olib keling. Ha, hozir. Assalomu alaykum. Temur akalar qayerda bilmaysizmi? Va alaykum assalom. Temir yashamaydi. Erimmi? Dadasi! Menga qarang, Temur aka deyapti. Kim bu? Kuchuk bo'lay xotinjon, tonimayman buni. Urushmanglar, menga Temur aka emas, u kishi uylari kerak. Uylar deyapti. Kim deyman siz a? Menga qarang, o'z meni bexotin qo'yasiz. Kimsiz? Yo'q, noto'g'ri tushunmanglar. Men Temur akaning o'g'illarini xotini bo'laman. Sizlar bilan yashashga kelganman. Nima? Xotinjon, men. Voy dadasi, hozir o'ylayman. Menga qarang, o'ylasizmi, qolasizmi? Menga man shu uyga yashayman. Voy dod, bu nima deyapti? Xotinjon zerikma. Shaharlik qizcha ekan. Buni gazini berib ishlatib, mo'llan tagiga tiqamiz. O'zi qochib ketadi. Unda tezroq bo'ling. Menga qarang kelinjon. Mana bu mo'llarni ko'ryapsizmi? Hammasini mana shularni sug'orish kerak. Undan keyin mana bu nurisini tozalash kerak. Ana bu qo'ylarni ko'ryapsizmi? 500 ta qo'y. Hammasini kirgizish kerak qo'ytanga.